Agar buni qilmaganimiz hozir Toshkentda yurib olasiz-da. Buni nagruskasi xuddi shu markazda katta ko'chalarda hozir mana. Shuni qilish kerak. Yana nima? Endi mana oxirgi topshiriqimizda Sanki bu o'sha ko'rsatgan so'z Parkinskiy ko'cha. Parkinskiy ko'cha. Ana Tapovichchi orqa tarafda. Mana bu Google'da Tapovichli mana bu tomonlarda harom uylar turibdi, sen borib yur dedingiz, azaman Parkinskiy bozori. Mana shunga mana shunaqa razyorka qildik, o'ylab qurib. Mana shunaqa o'yla. Shunda magazinli, magazinsiz, shunda ikki tarafga qurib chiqsin. Mana shuning uchun Mamlakatgacha. O'sha Tapovichchi перекресткgacha. Endi u albatta u ham katta. Kerak, lekin yozda so'rang. Ha? Yozda joydan ko'payadi. Yozda emas, umuman uni boshlasang agar haqiqatdan ham mana bu qalsin degani. Haqiqatdan ishlashni boshlaydi. Bo'lmasa bu ishlamaydi. u tortib chiqarib ketadi hammani. Hammani nasos deb tortib chiqaradi. Ana radialni degani u nimaga chiqadi? Men aytganim nimasiga chiqadi? U nima dedi? Ko'ylak emas ana. U nimasiga? Rohat. Shahar qaysi tomon? Shahar bu yoqda. So'nggi shaharda mana bu yerda Parkinskiy oldidan yurgin dedingiz. Parkinskiy bozor bor. Shu yerga. Shu mana bu yerda повышение kvalifikatsiya so'zsiz orienteringiz uchun. Shunda yurgin dedingiz. Shu tomonda, o'ng tomonni, chap tomonda dedingiz. Dabdala uylar bor. Kichkina qing'ir dedingiz. Shuni dedingiz. To karislar qurayotgan больницagacha ikki tomonni to'g'irlagan dedingiz. Hammasini olib tashladi dedingiz. Tramvay bu o'tmasmidi? O'tardi, o'tardi. Hozir olib tashladik-ku. Shu tramvay yo'lini kengaytirib, o'rtaga dedingiz, haligi shahar hokimi qilganda Turkvonni Uni ham agar bo'ladigan bo'lsa, bu radialniy deydi bu ko'cha. Bular Kalsovoy deydi. Kalsovoy. 3 ta Kalsovoy bor. Bu yaqin kelar ekan bir-biriga. Ha, bu yerda yo'l yonidan o'tib ketadi, sen sababli bu. Hozircha bo'lmasam mozorni oldidagi переходni nimani tonnelni qilishni to'xtatish. Bir xil uy u tomondan ham bu tomondan ham noto'g'ri. Men boshqa proyekt qilamiz. Yana boshqacha qilamiz, mana bu bitta. Yo'q, gap bunday bir ko'rinishdagi uylarni u tomon bu tomon qilsang bu nima bo'ladi-da? Nima deydi? Pchitsa inkubator bo'ladi. Pchitsa fabrika yo inkubator. Etajni ham boshqacha qilaylik aslida. Etajni ham boshqacha qilish kerak. Nima deganda 5 etajdan past bo'lmasin. Bu birinchidan. Lekin eng baland bo'lsa 7 etaj bo'lsin. Rahmat. Islomga mana bu burchaklarda ikkita ko'cha kesilishda balandroq qiladi. So'nggacha nimaga aytsangiz, mana bu yerda baland uylar borda, aytib bersangiz, mana bu yerga 7 etajni qo'ysak, hamohang bo'ladi-da. Burchagiga bular. Shu eng baland 7 etaj. Rahmat. Bizga hozir ham tushadi. 5 etaj asosan. Tushundingmi? Shu yerda qandaydir mana bu daryo nima? Burja. Va mana bu yerda bu yo'lida nima o'tadi-da? Katta nima? Bosu. Oqadiga nima? Bosu. Mana bu. Ha. Oqtepaga Ikkiga ajraladi, mana bitta bo'lib kelib, ikkiga ajraladi. Albatta yashaydigan uylardan farqi bo'lishi kerak. Ya'ni bir xil bir chiziqda yoki bir ohangda bo'lsa agar bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin bunaqa uyga ham men qarshi emasman. Tushundingmi? Tushundim. Shuni qilsang Ketishgan joy. Bu yerda ham juda ko'p mashina yig'iladi hozir. Soatiga 6000 o'tish kerak, reja planoviy. Bu yerda 11000 mashina o'tyapti. 11900. Keyingisi Oqtepa. bu nima bozor qayerda shu yerda? Qaysi? Bu yerda Mana bu Tishimilchi eng magazin. katta nima bizlar uchun mana bu mavqeymida mana bu daryo nima? Burja. Va mana Shug'ullanishda amal birlashamiz-da, mustaqillik ochaveramiz. shu Agar hozir topshirib bersangiz, mustaqil 25-avgustda shuni ochakan qilamiz. Imkonimiz bor. Bitta mana uni ham siz aytgan, mana uni ham siz aytgan perihodni ham qilamizda. Yangi haligi boshqa perehod bo'lmaydimi? Bor. Demak, keyingisi mana bu haligi metro ko'chasi. Bu qo'yimdan ketishgan joy.
Bu yerda ham juda ko'p mashina yig'iladi hozir. Soatiga 6 ming o'tish kerak. Shuni qilasan. Hop. Bunga men bilmadim, uni hisob kitobini qilmasdan grafik Qilish mumkin qilish emas. mumkin. Lekin bizlar uchun eng muhim masala shu. Shuni. Mana bunisi bu yoqqa o'tish 900 metr. Salg'ich. 900 Shu zavodni ichidan mana shu 900 metr bironta snos yo'q. Snos yo'q. hech. Siz hozir aytgan, arada aytgan fikringiz va hech bo'la shunday to'g'ri chiqadi-da. Mana bu yerdan pastlik, Ha, bu yerda balandlik boshlanadi. Balandlikni